أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق إقام يؤمنون. Fosimin, albatta bu ochiq kitobning oyatlaridir. Biz sizga ey Muhammad alayhissalom Musa va Fir'avn o'rtasida bo'lgan qissalarni haq bilan bayon qilamiz, iymon keltirgan kishilar uchun. Qur'ondagi qissalar ichida muhim ahamiyatga ega bo'lgan va eng katta qissa hisoblangan Musa alayhissalom qissasini o'rganib borar ekanmiz. Bu oyatlarda birodarlar mu'minlar uchun eslatma bor. Allohning manhajidan, Allohning dinidan uzoqlashganlar uchun esa vayin va eslatmalar borki, agar shu ketishda davom etadigan bo'lsanglar, sizlarning ham oqibatingiz xuddi shunday bo'ladi degan ogohliklar bor. Mu'minlar uchun Allohning dinidan va Allohning manhajidan uzoqlashganlar uchun eslatma nima? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Parvardigoro, faqatgina senga iltijo qilamiz. Ibodatimiz faqatgina sengadir. Seni yakka iloh ekanligingga iymon keltiramiz va faqat sendan panoh va yordam so'raymiz. Musa alayhissalom qissasi birodarlar Qur'ondagi eng katta qissa hisoblanadi. Musa payg'ambar qissasiga Alloh taolo nimaga bunchalik katta ahamiyat bergan? Bularning eng birinchisi mana shu Musa payg'ambar davridagi o'sha Valid ibn Musad ismli Fir'avn o'ziga berilgan qanchadan qancha ne'matlarga, podshohlik, mol-dunyo, kuch-qudratga nonko'rlik, noshukrlik qilib, o'zini yakka iloh deb hisoblab, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan da'vo bilan chiqib va oxir oqibatda taqdiri ayanchli yakun topgani va mana shu zolim Fir'avnni pichog'idan sog'-omonda olib chiqib ketgan Banu Isroil qavmini, ya'ni yahudiylarni shuncha ishdan keyin ham, shuncha mo'jizadan keyin ham o'zlarini jinsidan bo'lgan payg'ambari Musa alayhissalomga qilgan muomalasi-yu va Alloh taoloni ular uchun bergan hisob-kitob kunidagi haq va'dasi bizlar uchun eslatma va ogohlik bo'ladi azizlar. Payg'ambarlar tarixini o'rganmoqchi bo'lgan odam ozmi ko'pmi baribir mashaqqatga duch keladi. Chunki Yusuf alayhissalomdan boshqa zikr qilingan payg'ambarlarning qissalari Qur'ondagi oyatlarda sochilgan holatda rivoyat qilinadi. Faqatgina Yusuf alayhissalom qissasi Yusuf surasidan boshlanadi, 101-oyatda yakun topadi. Sababi payg'ambarimizga taskin bo'lib tushgani uchun bu sura. Qolgan payg'ambarlarning hayoti esa Qur'ondagi oyatlarda sochiq holatda keladi. Shu o'rinda Musa alayhissalom qissasi ham. Aytaylik, Qur'onni bir chekkasidan Baqara surasidan oladigan bo'lsak, Musa alayhissalom qissasi sigir voqeasidan boshlanib ketadi. Birodarlar, Musa payg'ambar hayoti sigir voqeasidan boshlanmaydi. Mana shu qissa haqida ma'lumotlar, rivoyatlar qanchalik ko'p bo'lishiga qaramay, ba'zi ulamolar shu qissalarni to'plar ekan, Isroiliyot yoki bo'lmasam isnodi zaif bo'lgan manbalardan foydalanganligi ham yolg'on emas. Mana shuning uchun biz ham Musa alayhissalom hayotini qismlarga bo'lib, imkon qadar aniq manbalar bilan chiqarmoqdamiz. Bu bo'lim birodarlar, ikkinchi qism. Musa alayhissalom qissasi ikkinchi qism bo'ladi. Birinchi qismda Musoni chaqaloqlik vaqtida savatga solinib, Nil daryosiga oqizib yuborilgan joyigacha o'rgangan bo'lsak, endi xuddi o'sha to'xtagan joyimizdan davom ettirib ketamiz. Musa payg'ambarning onasi Alloh taolo ilhomlantirgandek, o'rgatgandek o'g'lini savatga soldida Nil daryosiga oqizib yubordi. Va oqizib turib Musoning obchasiga aytdiki, orqasidan kuzatib boring, qarab turing dedi. Musa alayhissalom Nil daryosida oqib borar ekan, sohilda uning obchasi kuzatib borar edi. Savat oqib borib, Firavunni mana shu Nil sahrosi bo'yiga qurilgan qasrlarning bittasini yonida to'xtadi. Subhanalloh akalar. Musoni kuzatib kelayotgan obchasini ham hech kim ko'rmadi o'sha vaqtda.
Mana shu Musa alayhissalom solingan savat ham cho'kmasdan, hech qanaqasiga shikast ko'rmasdan aynan Firavunning qasri oldiga kelib to'xtadi. Nima uchun? Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Firavun oilasi, Firavun xonadoni uni ushlab oldi, o'zlariga dushman va g'am bo'lishligi uchun. Musa alayhissalomni topib olgan soqchilar ana shu chaqaloqni oldida Osiyo onani oldiga olib kelishdi. Birodarlar, Osiyo ona tug'magan edi. Bolaga mushtoq bo'lgan edi. Bolani azizlar, Banu Isroildan ekanligini bildi Osiyo ona. Bilib turib o'ldirmaylar uni. Shoyat bizga foydasi tegib qolsa, yoki bo'lmasam o'zimizga farzand qilib olsak, meni ko'zimni quvonchi bo'lsin deganda, ulamolar aytadi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar, agar o'sha vaqtda Osiyona Firavunga qarab, uni o'ldirma, meni ko'zimni quvonchi bo'lib qolsin degan vaqtda, seni ko'zingni quvonchi bo'lsa bo'lsin, lekin menga kerak emas bunaqa Banu Isroildan bola demasdan, ha mayli, meni ham ko'zimni quvonchi bo'la qolsin deganda, unga balo yetmasdi deydi. Osiyo ona birodarlar hayotlik davomida tug'magan. Allohdan o'ziga jannatdan payg'ambarimizga qo'shni bo'lishlik uchun hovli so'rab olgan. Ulamolar aytadi, Osiyo ona va Maryam qiyomatda payg'ambarimizga zavja bo'ladi ular deydi. Firavunning xos soqchilari bolani ushlab oldi va Osiyo onani hurmatidan o'ldirishmadi uni. Go'dak och qolgach, albatta unga nima kerak bo'ladi? Yemish kerak bo'ladi. Yemish nima? Go'daklar uchun yemish albatta bu sut. Bolaga deydi Alloh taolo, enagalarni harom qildik deydi. Bironta bir begona ayolni chaqaloq emmagan. Qattiq yig'laganidan, halok bo'lishlikka yaqin bo'lganidan majbur uni bozorga olib chiqishgan. Bozordagi o'sha sut beruvchi ayollarga olib borishgan vaqtda, olib borishganda chaqaloq ularni ham emmadi. Eslab ko'ringlar, Musa alayhissalomning onasi daryoga oqizib yuborganda opasiga qarab nima degan edi? Kuzatib boring uni degan edi. Musa payg'ambarning opchasi hamma bo'layotgan ishlarni kuzatib, eshitib yurgan bo'ladi. Chaqaloq hech qaysi bir enagani ko'kragini olmagach, Musoning opchasi soqchilarning oldiga keladi-da, men deydi, sizlarga yaxshi xonadonni dalolat qilaymi deydi. O'sha xonadonga olib borsanglar, bola emadi uni deydi. Soqchilar sen qayerdan bilasan uni o'sha ayolni emishini desa, u ayol deydi, nihoyatda bir toza, xushbo'y bo'lgan ayol. Hali bironta go'dak uni ko'kragini qaytarmagan. Yuringlar sizlarni olib boraman deydi-da, Musa alayhissalomni o'zini tuqqan onasini uyiga olib boradi. Alloh taolo nima deb ilhomlantirgan edi Musoning onasini? Inna radduhu ilayhi. Qo'rqmang va xafa bo'lmang. Albatta biz uni sizga qaytarib beramiz va biz uni payg'ambarlardan qilamiz degan edi. Allohning va'dasi haq birodarlar. Ana shu soqchilar go'dakni olib borishgan edi, bola emdi. Chaqaloqni emganini ko'rib, Osiyo ona Musa alayhissalomning onasini qasrga taklif qildi. Musoning onasi, "Yo, men bora olmayman, oilam, farzandlarim bor" deganda, subhanalloh birodarlar. Mana shu Firavunning askarlari tarafidan o'ldirilishi kerak bo'lgan go'dakni aynan Firavunning xos askarlari kuniga 2 mahal qo'riqlab, qornini to'yg'izgani, yana Musa alayhissalomni o'zini tuqqan onasini yoniga olib kelib olib ketishar edi. Hatto ba'zi rivoyatlarda keltiriladi, Firavunni olgan mana shu so'yqirim e'loni to'xtagunicha 980 ming go'dak Firavun askarlari tomonidan qatl qilingan deyiladi. Musoning onasiga bolasini qaytarib berdik. Qalbi taskin va xafa bo'lmasligi uchun. Bilingki, ey iymon keltirganlar, Allohning va'dasi haqdir deya marhamat qilinadi. Musa alayhissalom Firavunning uyida ulg'ayib voyaga yetdi. 18 yoshga kirganida ilmli, odil, hakim bo'lgan yigit bo'ldi. Alloh taolo marhamat qiladi. Balovatga yetib, kuch-quvvati o'ziga to'lganda biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bo'lgan bandalarni xuddi shunday mukofotlantiramiz deydi.
Mana shu yoshda payg'ambar bo'lgan degan ba'zi rivoyatlar ham bor birodarlar, lekin bular sahih emas. Musa alayhissalom bu yoshda payg'ambar bo'lmagan. Musa alayhissalomni o'sha saroydagi misriylar, qibtiylar, Firavun, Musa alayhissalomni o'zi, ya'ni hamma bilar edi uni Banu Isroildan ekanligini. Lekin Firavunni boqib olgan bolasi bo'lgani uchun birov yomon ko'z bilan qara olmas edi unga. Biroq yaxshi ham ko'rishmas edi. Har doim bir sabab kutib yashashar edi Musoni yo'qotishlik uchun. Musa alayhissalom Banu Isroilning shariatida, Yoqub alayhissalomning shariatida edi. Saroyning ba'zi ishlarida Firavunga ham noiblik qilib turar edi. Sahih manbalarda keltiriladi azizlar, Musa alayhissalomni ko'chalarda hech kim qolmagan vaqtlarida, ba'zi rivoyatlarda mana tongda deyiladi, hamma joy sokin bo'lganda ko'chalarni kezib yuradigan ajib bir odati bo'lgan. Ana shu odatlarga ko'ra bir kun ko'chaga chiqib kezib yursa, bir qibti Isroillik Yahudiyni urayotganini ko'rib qoladi. O'zi Firavunni mana shu Banu Isroil qavmini ustidan o'tkazayotgan zulmlarini ko'rib ezilib yurgan bo'ladi. Shunda o'sha o'zini Isroillisiga, Yahudiysiga yordam berish uchun boyagi yigitlarning yoniga yugurib keladi-da, Misriy bo'lgan qibtini bir mushuradi. Boyagi qibti zarbni kuchidan boshini orqasi bilan yerga yiqiladi-da, o'sha joyida olamdan o'tadi. Birodarlar, Musa alayhissalom o'ta kuchli inson bo'lgan. Bitta o'zida 10 ta odamning quvvati bor edi deya rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Me'roj kechasida Musa alayhissalomni ko'radi va aytadiki, Musa alayhissalom qorachadan kelgan, ulkan jussali, baquvvat, yo'g'on 10 ta odamning kuchiga ega bo'lgan, gapirganda tili tutilib qoladigan edi deydi. Musa payg'ambar duduq bo'lgan azizlar. Hali o'zi o'rni kelganda nima sababdan duduq bo'lganini ham zikr qilamiz, ammo tili tutuq bo'lgan kishilarni ustidan mazax qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'raylik. Payg'ambarni ham tili duduq bo'lgan azizlar. Mana shu qibtini bir mushurib o'ldirib qo'ygandan keyin Musa alayhissalom aytadiki, bu deydi shaytonning ishi deydi. Shu qilgan ishidan beqasd odam o'ldirib qo'yadi. Musoni shu qilgan ishini kimisidir eshitadi, kimisidir eshitmaydi. Yashirinib yuradi shu qilgan ishi uchun. Ertasi kuni yursa, xuddi kechagi voqea yana takrorlanayotganini ko'radi. Xuddi o'sha yigit, Yahudi, kechagi Yahudi yana boshqa Misriy bilan tortishayotganini ko'radi-da, shunda Musa alayhissalom aytadiki, deydi, sen jabr mushkil ekansan, ha? Yurish turishing mushkil ekan. Kecha ham urushayotganding, bugun ham urushyapsan deydi-da, Misriy bilan yana buni tarafini olib urushmoqchi bo'lganda, boyagi Misriy aytadi, "Ey Musa deydi, kechagi odamni o'ldirganingdek meni ham o'ldirmoqchimisan? Sen yer yuzida fasod tarqatmoqchisan" deydi. Kechagi bo'lgan ishni xabari azizlar shaharda tarqalib bo'lgan bo'ladi. Saroydagilar zotan Musoni yomon ko'rishar edi. Endi undan qutulishlik uchun fursat ham hosil bo'ldi. Mana shu voqea shaharda ochiqchasiga tarqalgandan keyin o'sha Firavunning odamlaridan bo'lgan bir qibti kelib aytadiki, "Ey Musa deydi, seni soqchilar o'ldirmoqchi bo'lib izlab yurishibdi. Darhol shahardan chiqib ketgin. Albatta men senga to'g'ri nasihat qiluvchilardanman" deydi. Mana shundan keyin Musa alayhissalom qayoqqa borishini bilmadi va Allohga duo qildi. Parvardigoro, menga zolim qavmdan najot bergin dedi va Alloh taolo u kishining duosini ijobat qildi va Musa alayhissalom sahroga qarab chiqib ketdi. Na safarga tayyorgarligi bor edi, na oyoq kiyimi bor edi, na bir oziq-ovqati bor edi. Hech narsasi yo'q, Allohga tavakkul qilib chiqib ketdi. Piyoda Musa alayhissalom Nil sahrosi bo'ylab Filistin tomonga qarata yo'l oldi. Shunchalik uzoq yurganidan oyoq kiyimlari yirtilib, oyoq terilari shilinib ketgan edi. Yegani hech narsasi yo'qligidan daraxt barglarini chaynab ketar edi yo'lda. Og'zi ko'karib, qorni umurtqasiga yopishib qolgan edi uni.
Musa alayhissalom mana shunday qiyin ahvolda Madyan degan qishlog'iga yetib keldi. Madyan bu birodarlar Shuayb alayhissalom payg'ambar bo'lib turgan qishloq edi. Madyan xalqiga Alloh taolo o'sha vaqtlarda Shuayb alayhissalomni payg'ambar qilib yuborgan edi. Shuayb alayhissalomni birodarlar millati arab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zarga aytib turib aytadiki, sahih rivoyatlarda keladi, payg'ambarlardan 4 tasi arab bo'lgan. Hud, Solih, Shuayb va Muhammad alayhissalom deydi. Shuayb alayhissalom payg'ambar bo'lib turgan mana shu Madyan qavmi Qur'ondagi ba'zi oyatlarda Ashabul Ayka, ya'ni daraxtzor egalari deb ham zikr qilinadi. Musa alayhissalom mana shu Madyan qishlog'iga yetib kelib, nafas rostlash uchun bir daraxt soyasiga o'tirgan vaqtida sal nariroqda turgan quduqni ko'radi. Mana shu hovuzdan birodarlar shahar aholisi o'ziga kerak bo'lgan suvni ham olishar edi va shu bilan birgalikda qo'y-qo'zilarni ham olib kelib shu hovuzdan sug'orib ham ketishar edi. Musa alayhissalom borib o'sha suvdan ichib bir chekkada salqinda o'tirgan paytida shahar aholisi qo'y-qo'zilarni olib kelib sug'oryapti-da, sal nariroqda turgan ikkita qiz boshqalarni chorvasiga o'zlariga tegishli bo'lgan qo'ylari qo'shilib ketmasligi uchun oldini qaytarib to'sib turganini ko'rdi. Shunda borib o'sha qizlarning biridan nimaga sizlar hayvonlaringni sug'ormayapsizlar deb so'raganda ular aytdiki, biz ayol kishi bo'lganimiz tufayli erkaklarga aralasha olmaymiz. Odamlar qo'ylarni sug'orib ketgandan keyin, hovuz bo'shagandan keyin qo'ylarimizni sug'oramiz. Erkaklardan otamiz bor, lekin o'zi kelib qilay desa, ancha yoshi ulg'ayib, keksayib qolgan deydi. Shundan keyin Musa alayhissalom boyagi qizlarni qo'ylarni olib borib, sug'orib o'sha hovuzda yana qaytarib olib kelib beradi. Bu ikkita qiz birodarlar Shuayb alayhissalomning qizlari bo'ladi. Har safargidan ham ertaroq uyga qaytib kelgan qizlarni ko'rgan Shuayb alayhissalom hayron bo'ladi-da, qizlaridan nima bo'lganini so'raydi. Shuayb alayhissalomning qizlari bo'lgan voqeani tasvirlab bergach, bitta qiziga qaraydi-da, bor deydi, sen ana shu yigitni meni oldimga chaqirib kel deb buyuradi. Ana shu qizlardan bittasi Musa alayhissalomning oldiga hayo bilan sekin kirib keladi-da, aytadiki, otamiz sizni qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun haqqini berish maqsadida uyimizga taklif qilyapti deydi. Bu birodarlar mu'mina ayolning iffati, hayosi edi. Musa alayhissalom yo'lda bilmagan bo'lsa ham, o'sha qiz Musoga qarab turib aytdiki, oldinda yuring dedi. Agar o'ng tarafga qarab yurish kerak bo'lsa, o'ng tarafga qarab bitta tosh atar edi. Agar chap tarafga qarab yurish kerak bo'lsa, chap tarafga qarab bitta tosh atar edi. Xuddi shu tarzda uyga borgandan keyin uylariga yetib borgach, Musa alayhissalom va Shuayb alayhissalom tanishdida va Musa alayhissalomning boshidan o'tgan qissani eshitgach, Shuayb payg'ambar aytdiki, qo'rqmang ey Musa, bu yerda Firavunning hukmi o'tmaydi. Albatta siz zolim bo'lgan qavmdan omonda qolibsiz dedi. O'sha vaqtda Shuayb alayhissalomning qizlaridan biri kelib aytdiki, "Ey ota" dedi, "shu yigitni ishga olmaymizmi? Bu odamda ikkita sifat bor ekan. Bittasi kuchli ekan, ikkinchisi ishonchli ekan. Bizlardan birontamizga yomon ko'z bilan qaramadi. Qo'ylarni ham sug'organ olib ketganda birontasiga xiyonat qilmasdan qaytarib olib keldi. Va 3-4 kishi ko'taradigan hovuz qopog'ini bitta o'zi bemalol ko'tarib ishini qilyapti dedi. Shunda Shuayb alayhissalom Musa payg'ambarning oldiga kelib aytdiki, "Ey Musa" dedi, "Agar xohlasangiz, ana u ikkita qizimdan bittasini sizga nikohlab beraman. Mahriga bizni qo'ylarimizni boqib 8 yil cho'ponlik qilib bermaysizmi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Musa necha yil yashadi shu yerda mahr evaziga deganda, Rasululloh 10 yil deb marhamat qiladi. Oradan 10 yil o'tgach, Musa alayhissalomning yuz ko'rinishi, shakllari ham o'zgardi va Misrdagi ishlar ham tinchigan edi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin Musa payg'ambar o'zini ayolini olib Misrga qaytishlikni qasd qildi.
Muso alayhissalomning ayoli shu paytlarda homilador bo'ladi.